Barchaga salom. Steam account ochish uchun bizda birinchi navbatda Steamni o'zi kerak bo'ladi. Steamni yuklash uchun любой bir brauzerga kiramiz. Masalan, Google Chrome va poyistga Steam deb yozamiz. Birinchi kelgan saytga kiramiz. Steam saytiga kirgandan keyin o'ng tomondagi установить Steam yozuvini ustiga bosasiz va загрузить Steam bilan o'zingizning kompyuteringizga Steamni yuklab olasiz. Steam yuklangandan keyin bizda shunaqa oyna ochiladi. Pastdagi "Создать бесплатный аккаунт" tugmasini ustiga bosamiz va chiqqan oynadagi birinchi qatorga o'zingiz ishlatayotgan elektron pochta, ya'ni Gmailingizni yozasiz. Men o'zimnikini yozdim. Yozib bo'lgandan keyin ikkita galochkani ustiga bosib, "Продолжить" tugmasini bosamiz. Elektron pochtamizga kelgan xabarni ustiga bosib, "Подтвердить adres elektronniy pochti", ya'ni shu ko'k tugmachani ustiga bosamiz. Tugmani bosganimizdan keyin o'zi avtomatik tarzda keyingi sahifaga o'tadi. Bu yerda birinchi qatorda yaratmoqchi bo'lgan akkauntimizga nom qo'yamiz. Masalan, Steam account ochish deb qo'ydim men. Siz xohlagan akkaunt nomingizni qo'yishingiz mumkin. Faqat bu nom bo'sh bo'lishi kerak. Endi parol yaratamiz. Yaratgan parolimizni 2 marta yozamiz. Parol yaratganimizdan so'ng ko'k tugmachani ustiga bosamiz. Endi bizni boyagi oynaga olib keladi. Endi yaratgan akkauntimizning nomini va parolini yozib kirib olishimiz kerak bo'ladi. Steam account ochish deb yozamiz va qo'ygan parolimizni yozamiz. Ana endi boyagi pochtaga kod boradi. O'sha kodni, kelgan kodni bu yerga yozishimiz kerak bo'ladi. Yangi ochilgan akkauntimizga ham kirib oldik. Ana endi bu yerdan o'yinlarni qidirishni boshlaymiz. Buning uchun magazin sahifasiga o'tib, mana shu qidiradigan joyga deylik, Counter Strike 2 o'yinini qidirmoqchi bo'lsak, qidiradigan joyga Counter Strike deb yozamiz. Mana o'zi chiqib keldi. O'yinni ustiga bosamiz va ozgina pastga tushamiz. Sigrat в Counter Strike, ya'ni ko'k tugma turibdi, добавить в библиотеку, shuni ustiga bosamiz. O'yin bizga qo'shildi. Ana endi bibliotekaga o'tamiz va bu yerdan Counter Strike 2 ni установить, ya'ni yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Yuklab olasiz va yuklab olganingizdan keyin o'yinni mazza qilib o'ynaysiz. Ya'ni igra tugmasini bosasiz va o'yinga kiradi. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib qo'ying.